Qamola ham zo'r bo'lib ketdi. Qamola haydalgan bizda. Oyda bir haydaldi, keyin zo'r bo'lib ketdi Qamola. Haydash shunaqa zo'r taklif, zo'r energiya beradi bizga Qamola. Hozirgacha qanday nima Telegramda haydalgan o'quvchi deb qo'yganman Qamola. Sizni. Lekin hozir любой zamondan to'ppa-to'g'ri javob berib tashlaylar. Lekin mana shu yerda o'tirgan hamma o'quvchingiz bilmayman, shunaqa robotdek gapiradi. Irodani qaynotasi bu qiz kelinimiz mabodo anaqada qizlik vaqtida Amerikaga bormaganmikan deb aytishyapti. Shunaqa yozdilar. Fundamentsiz boshlaganmidingiz yoki fundament bormidi deb so'radilar. Yo'q. Boshladimsan haqiqatan ikkita darsda zo'r gapiryapsan, yomon emas. Agar shu kechda ketadigan bo'lsang, yangi yilgacha zo'r gapirasan san deyishdi. Qaynanadan kelgan 30 bu qaynanadan kelgan zo'r. Shunaqa qaynanam o'zi nima qilib faxrlanib gapirdi-da, meni kelinim o'zi zo'r gapiryapti. Ikkita darsda shunaqa bo'lsa, o'zlashtirishing zo'r, молодцы deb menga emotsiyani qilib berib ketdi-da. Motivatsiya berdi. Siz mana qiling, Men Adibapadan keyingi oyda ham o'qiyman. Mani deng dekabrda 2 yanvarda Dubayga olib boringlar. Men aeroportda ingliz tilida